Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Alloh taoloni yaratgan bir mo'jizasini qarang. Mana chumollarda qayerlardan rizq izlab o'z koshonalariga olib ketyapti. Lekin biz insonlar shularcha ham bo'lolmaymiz-a. Achinish mumkindir inson holiga, ko'z alaytirar birov moliga. Aslida havas qilib yashaylik bunday. Alloh yaratgan shu chumoliga. Barchamizni Allohim yaratgan, lekin biz ko'p hollarda mana shu chumolchalik ham oqibatli, chumolchalik ham bo'lolmaymiz. Buni qarangki, qayerlardan don izlab, qayerlardan rizq izlab o'z koshonalariga olib ketyapti. Albatta bizdan farqli o'laroq bularni yashashi halol. Chunki bular birovni haqini, birovni molini yemayapti. Bular peshona ter bilan topib kelyapti mana shu narsalarni. Buni qarang, men oxirigacha hozir ko'rsataman. Berga minglab chumollar bor. Qarangki, har birini og'zida topib olgan rizqini asbasi. Albatta ular topib olib borganini o'zlari yemaydi, hammasi birgalikda yeydi. Ba'zilari tashlab qaytib kelyapti. Ko'pchiliklari esa o'sha uyalariga olib ketyapti. Alloh taolo yaratgan eng kuchli lashkarlardan biri bular. Buni qarangki, ajoyib xilqat. Biz insonlar mana shu chumolchalik oqibatli bo'la olmaymiz, azizlar. Bir chuqurroq o'ylab qarasak, aynan bu haqiqat bu. Ayni haqiqat. Mana bularni uyasini qarang. Mana uyalari, koshonalari. Alloh taolo yaratgan eng kuchli lashkarlardan biri bular. Buni qarangki, mana shu mayda toshchalarni, albatta mana shu toshchalar, mana shu tuproqlar, o'sha nima deydi, kesakni maydalari, qolaversa mana shuni ichidan chiqqan har bir narsalarni bular o'z uyalaridan chiqarib tashlagan. Mana shu mayda toshchalar, kesakchalar, o'sha go'ngni maydalar, hamma narsani bular inidan tashqariga chiqarib tashlagan. Bekerak narsani chiqarib tashlaydi, keraklisini olib kiradi. Albatta bular ham o'sha qishki mavsumga tayyorgarlik ko'ryapti. Yashash uchun kurash.
Barchalaringizga sog'lik, kuzatishda davom eting. Biz mana shunday yana allatavr ajib manzaralarni e'tiborlaringizga havola etamiz inshaalloh. Yana ko'rishganda ko'rishguncha omon bo'linglar.